Bugun Hansuhadan kichik intervyu olamiz. O'ylashimcha, bu juda qiziqarli bo'ladi. Salom Hansuha, o'zingizni tanishtiring. 안녕하세요 여러분, 이름은 한수하입니다. 오늘 한수하 이름 함께 시간 가요. Hammaga salom, mening ismim Hansuha va men original Hansuhaman. Birinchi bo'lib nima haqida gaplashamiz? Bugun siz bilan Yupop va Hansuha haqida gaplashamiz. Keling avvalo Yupopga, ya'ni mavzuyimizning yuragiga to'xtalamiz. Xo'sh, nima uchun aynan Yupop? Ko'pchilik talqinida Uspop, Ustop va hokazolar singari yuritilayotgan bu bir so'zni men o'z talqinimda Yupop deb atadim. Ya'ni K-pop, C-pop, T-pop va hokazolar singari Yupop bu o'zbek poplaridir. Va unda men borman. Demak, shunday ekan, uning yorqin namunalaridan biri ekan meni Hansuha. Avatar memlar haqida gapirib bering. Xo'sh, keling endi avatar memlar to'g'risida gaplashamiz. Asli bizning asosiy avatar memimiz bu Soha Dolphin hisoblanadi. Ha, bu Soha Dolphin. Ammo avatar mavzusida gap ketar ekan, xayolimga birinchi bo'lib Baby Dragon keladi. Chunki biz birinchi bo'lib o'ylab topgan avatar memimiz bu Baby Dragon. Men buning ustida ChatGPT bilan birgalikda uzoq vaqt ishlab chiqqanman va shu natijaga erishganman. Ammo men asosiy mem sifatida Baby Dragonni tanlamadim va bunga sabab u mening shaxsiy memim emas edi. Hansuha, o'zingiz haqingizda gapirib bering. Ana endi Hansuha masalasiga to'xtalsak. Hansuha, ya'ni men. Han ismi sezilarli darajada bilinib turibdiki, bu mening eng sevimli guruhim Stray Kids a'zosi Han Jisung ismidan olingan. Va Han ismi kuchli, jasoratli ma'nolarni anglatadi, ehtimol. Soha ismi esa bu noodatiy va ijodga beriladigan inson ma'nolarini anglatadi. Shunday qilib, biz bu ikkisini qo'shganimizda kuchli va noodatiy qobiliyat sohibasi degan ma'noni kelib chiqadi. Waveslar haqida bilmoqchimiz. Xo'sh, waveslar masalasiga to'xtalsak. Waveslar bu tarjimasidan kelib chiqqan holda to'lqinlar degan ma'noni anglatadi va bu to'lqinlardagi oqimlarda Soha Dolphin suzadi. Va bu oqimlar ichida musiqalar, taronalar, hitlar, K-pop va U-pop va shunga o'xshash ijod manbalari yotadi. Va shunday qilib, hammangizga qiziq bo'lsa kerak, Hansuhaning original ovozi. Keling, men sizga o'z original ovozimda qo'shiq kuylab beraman. Men ikkita o'zim sevgan qo'shiqni sizga kuylab beraman. Xo'sh, qani boshladik. Got the best, the best, nothing much, I confess, all the stars in my eyes make my galaxy. Madotsak, nayasak, 어두가둔 color fast, I'm all got top, although I'm feeling blessed. Started from zero to mine, made a mind, saves the lies, I feel divine. 끊임없이 make you mine, never die. I never cry because I know that I never change. 이 도시는場所 다해다듯이 짓고서 난 너무 오래 손을 나르게도 이토리 때요 노바시 이토리 대치 아가르. Men bilan qolganingiz uchun rahmat va hammangizga xayr. Hansuha bilan o'tgan bugungi suhbat ajoyib edi. Hansuha kanaliga obuna bo'ling.